Uyingiz yozda salqin va qishda issiq bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Yoz kunlarida uyingizni salqinlatmoqchi bo'lib, limitdan tashqari elektr energiyasi xarajat qilsangiz, lekin uyingiz baribir isib ketayotgan bo'lsa, yoki aksincha, qish kunlarida limitdan tashqari gazga pul xarajat qilsangiz, uyingiz isimayotgan bo'lsa, juda achinarli holatda, ayniqsa agar uyda qariyalar va yosh bolalar bo'lsa. Avvalambor keling o'zimni qisqacha tanishtirsam. Kamina Milliy rassomchilik va dizayn institutini 2009-yil tamomlab, 2009-yildan 2013-yilgacha har xil firma tashkilotlarida tajriba orttirib, 2013-yildan o'zimiz dizayn studiyamizga asos solib, hozirgi kunga qadar ko'plab korporativ klientlar, bular orasida Gross Insurance, Lokomotiv Parki, Next va shunga o'xshagan katta tashkilotlar bilan ishlab, asosan bizning mijozlarimiz shaxsiy klientlar bo'lib, ularga zamonaviy turdagi uy loyihalari va dizayn loyihalarini chizib bermoqdamiz. Demak, yillar davomida yig'ilgan tajribam va kuzatuvlarim davomida shuni ayta olamanki, energiya effektiv uy qurish, ya'ni yozda salqin va qishda issiq uyni qadriyatlarimizga mos qurish uchun 7 ta jihatga e'tibor berish kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda uyni loyihalashtirishdan oldin qurilish kerak bo'lgan maydonda uning qutblariga va qiblaga nisbatan joylashuvini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, agar yeringiz 20 ga 40 bo'lsa va uzun qismi shimolga qaragan bo'lsa, uyingizni fasadi, ko'cha, asosiy ko'cha, yo'laklardan qat'iy nazar fasad qismi agar shimolga qaragan bo'lsa, demak bu deganiki sizning uyingiz yozda salqin bo'ladi. Nima uchun? Chunki O'zbekiston mintaqasida, ya'ni agar Toshkentni namuna qilib oladigan bo'lsak, yozda kunlarida salqin shamol g'arbiy shimoldan esadi. O'shanda agar sizni derazalaringiz o'sha tomonga qaragan bo'lsa, salqin shabada esib, yozda kunlarida konditsioner ishlatmasdan ham yashasangiz bo'ladi. Endi buni qishda qanday ko'rib chiqamiz desangiz, bizda o'zi umuman olganda peshingacha bo'lgan quyosh foydali quyosh hisoblanadi. Peshingacha quyosh kuydirmaydi. Peshindan keyin quyosh esa qizdiradi. Endi qaranglar. Yozda kuni bizga peshindan keyingi quyosh kerak emas. Lekin qishda esa aksincha bizda peshindan keyin quyosh nurlari kerak bo'ladi. Chunki agar siz uyingiz yozda salqin bo'lsin desangiz, oynalaringiz shimolga qaragan bo'lishi kerak. Agar qishda issiq bo'lsin desangiz, quyosh botar tomonga qaragan bo'lsa, ayni muddao bo'ladi. Endi buni qanday hal qilamiz desangiz, yozda kunlarida quyosh botadigan tomonda derazalaringizda albatta panjara bo'lishi kerak bo'ladi. Agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, oldingi ota-bobolarimiz uylari ham ayni mana shu prinsip asosida qurilgan. Ya'ni bizning uyimiz keskin kontinental havoga nisbatan transformatsiya bo'ladigan darajada bo'lishi kerak. Bu birinchi. Ikkinchisi, albatta devorning qalinligiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Hozir kunda 1,5 g'isht bilan 40 santimetrlik devor qilishyapti. Lekin bu bizning keskin kontinental mintaqa uchun yetarli emas. Agar yana tarixga nazar soladigan bo'lsak, oldingi ota-bobolarimiz uylarini, devorni qalinligini hisobga olsak, kamida 60 santimetr yoki 80 santimetrlik paxsa devorlik uylar ham bor. Endi bizga 80 santimetr shart emas, lekin 2 g'isht agar tashqaridan izolyatsiya material bo'lsa, ayni muddao bo'ladi. Ya'ni mana misol uchun ko'p eshitganman, aka, mana uy qurganman, shig'ishdan uy qurganman, lekin baribir qishda uyimda zax uradi, ya'ni sovuq kiradi deydi. Buning sababi juda ko'p. Birinchi sababi bu g'ishtlar orasidagi rastvor, ya'ni loyni juda kam qo'yilish. Agar siz qurilish normativlariga qaraydigan bo'lsak, albatta g'ishtlarni orasi vertikal ham, gorizontal ham ichi loy bilan to'lish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, agar devorlaringizning orasida воздушный шов deydi, agar havo qoladigan bo'lsa, bu termos effektini beradi. O'shanda yozda quyosh issiq urmaydi va qishda qishning sovug'i urmaydi. Uchinchi jihat bu issiq tom yoki shift. Hozirgi oxirgi yillarda konvert rolalik uylar qurish urfga aylandi. Ko'pchilik nima qiladi? Ekonom variantiga e'tibor berib, unchaki profnasil yoki shiferni strapila bilan qurib qo'yishadi, lekin undan so'ng esa izolyatsion materialga pul ayashadi. Endi zamonaviy energiya effektiv uy qurish uchun birinchi navbatda men
tekis tomlik uylarni tavsiya qilaman. Chunki bizning urf-odatimizga, umuman olganda mayli urf-odatimizni agar chetga suradigan bo'lsak ham, bizni mintaqamizning ob-havosidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, uchburchakli tomning umuman keragi yo'q. Bu narsa faqat bizga ko'rk uchun xizmat qiladi xolos. Chunki mana bunaqa tomni ichida hech kim yashamaydi. Oqibatda yozgi kun agar shunaqa tomni ichiga kirsangiz juda qizib yotadi. Bu narsani izolyatsiya qilish uchun juda ko'plab material xarajat qilish kerak bo'ladi. Meni tavsiyam 2 etajlik yo 1 etajlik uy bo'lsa ham lomboz qilsa ham tekis qilish kerak bo'ladi va sendvich qilib tomni o'zi normativ bo'yicha, misol uchun agar birinchi qavatda plita yoki ustunlar bo'lsa lomboz qilib, anaqa yengil tosh qilib yoki loy qalin suvoq qilib yo pinaplex qilib, undan keyin stashka qilib, keyin gidroizolyatsiya qilib, keyin ana bitumli mastika qilsa bo'ladi. 4-jihat bu energiya effektiv derazalar. Ko'pchilikni loyihasini ko'raman yoki qurilayotgan uylarga e'tibor beraman. High-tech modern uslubida katta oynalarni qurib tashlashadi. To'g'ri, bu zamonaviy uslub yangi texnologiyalarni talab qilgani uchun shunaqa oynalarni o'rnatishyapti. Lekin bu narsa ham doim effektiv bo'lmaydi. Agar sizni mana shu derazalaringiz shimolga qaramagan, quyosh chiqar tomonda bo'lsa va qisman bo'lsa, bu narsa to'g'ri ishlaydi. Chunki agar hamma joyga mana shu akvariumga o'xshab katta oyna derazalarni berib yuborsangiz, ko'pchilikni mana shunaqa uylarni ko'rganman. Aynan quyosh botar tomonga katta derazalarni qurib qo'yishadi, lekin derazani ortidan surp bilan to'sib qo'yishadi. Quyosh kirmasligi uchun. Bu mantiqsizlik hisoblanadi. Endi bizani mentalitetimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, katta derazalar ko'cha tomonga emas, faqatgina hovli tomonga, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushmaydigan tomonga agar qaraydigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni ham o'zini qoidalari bo'yicha ob-havoni va quyosh chiqish botishini hisobga olgan holda o'rnatish kerak bo'ladi. 5-inchisi ventilyatsiya va mikroklimat tizimi. Bu nima degani? Mikroklimat degani oldingi ota-bobolarimizning uylarini, men ko'p gapirayotganda faqat ota-bobolarimiz deyman, chunki bu narsadan biz o'rnak va andoza olishimiz kerak. Sababi ular o'zimizning mintaqada ob-havo, hattoki mana har xil tumanlarda uylarning qurilish farqi bo'lgan, lekin hozirgi kunda bir xil bo'lib ketyapti. Vaholanki O'zbekistonning hududida har xil iqlim, misol uchun vodiylar salqin bo'lsa, vohada issiq yoki qishda juda sovuq bo'ladi. Vaholanki vodiyda, Toshkentda havo mo'tadilroq. Aynan shu narsani hisobga olgan holda ham uyni deraza joylashuvlarini, mikroklimatlarini, bog'lar qurish tizimini shunga e'tibor berib qurish kerak bo'ladi. Demak, mikroklimat deganimiz sababi, agar uyingiz yozda salqin bo'lsin desangiz, sizni agar umumiy qilib olib aytadigan bo'lsam, derazalaringiz shimolga qaragan bo'lsa va derazalardan tashqaridagi devorgacha bo'lgan masofada qandaydir yashil zona yoki suv, sharsharami yoki qandaydir ariqchami bo'lsa, ya'ni bu degani yozda kuni shamol esib, qizigan shamol sovib, agar ayvon bo'lsa, ayvon ichidan o'tib, keyin uyning ichiga kirsa, bu uyni salqinlatishga yordam beradi. Qishki kunlarda g'arbdan ayoz sovuq esadigan shamolda agar derazalaringiz qaramagan bo'lsa, bu ham qishki kunlari uyingiz derazani ochib yashash imkoni bo'lmaganligi uchun, lekin bizga toza havo kerak. O'sha uchun bu narsani ta'minlash uchun odam gavjum bo'ladigan xonalar, ya'ni oshxona yoki mehmonxonaga обратный приточный va o'sha havoni aylantiradigan ventilyatsiya tizimini o'rnatish kerak bo'ladi. Buni afzalliklari shundan iboratki, qishki kunlari ko'chadan 15% havoni uyga olib kiradi. Agar qish bo'lsa uni isitib olib kiradi, yoz bo'lsa uni salqinlatib olib kiradi va oqibatda uyingizda doim toza havo bo'ladi. 6-jihat fundamentni qoplash. Mana ko'pchilik biladi, 2 xil fundament quyish uslubi bor. Birinchisi bu lentalik fundament quyish, ikkinchisi monolit, ya'ni to'liq monolit bilan beton quyish orqali fundament hosil bo'ladi. Men mana shu ikkinchi monolitli fundament quyishni tavsiya qilaman. Sababi, agar fundamentingiz yer bilan mustahkam ravishda bir xil maydonda nagruzkasi tarqagan bo'lsa, lentalik fundamentga nisbatan sovuq qishki kuni o'tmaydi. Chunki siz fundament quyishdan oldin birinchi podushka qilasiz, asfalt qilasiz, izolyatsiya qilasiz, keyin fundament qo'yasiz. O'sha oqibatda yerdan zax o'tmaydi. Men shunaqa fundament tavsiya qilaman. Endi bu sal to'g'ri qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin o'sha qishda issiq fundament bo'lishiga xizmat qiladi. 7-jihat bu albatta hozirgi urfga aylanayotgan quyosh panellari. Quyosh panellarini yana bitta jihatni aytib o'tish kerak. Agar siz mana bunaqa qiyalik tom qiladigan bo'lsak, quyosh panellarini
maksimal darajada ishlata olmaysiz. Chunki quyosh panellarini iloji boricha mana bunaqa kichkina uklon bilan terish kerak bo'ladi. Agar sizda qiya tom bo'lsa, bu narsani siz quyoshga to'g'rilab yana o'sha tomga nisbatan panellarni mana ko'tarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta vizual jihatdan juda xunuk ko'rinadi. Ko'rkini to'sgan bo'lasiz agar siz o'shanaqa tomni ko'rk uchun qurgan bo'lsangiz. O'sha uchun bu yerda yana tavsiyam orqali aytishim mumkinki, quyosh panellarini qurayotganda agar sizda tekis tom bo'lsa, tomingiz yoki kichkina uklonlik profnasildan qurilgan tom bo'lsa va o'sha quyosh panellarini teraganingizda buni ko'chadan qaraganda ham quyosh panellari ko'rinmaydi, chunki tom qismida uyning parapeti bilan to'silgan bo'ladi. Agar siz qurilish niyat qilib turgan payt qurilish nimadan boshlanishini bilmay ko'plab savollarga javob topa olmayotgan bo'lsangiz, aynan siz uchun sizga qulay bo'lgan individual konsultatsiyani yo'lga qo'yganman. Individual konsultatsiyada shaxsan kamina o'zim sizning obyektingizga borib, qo'shnilar holati, quyosh chiqishi, botishi, qutblar, qiblani hisobga olgan holda va sizni xohish istaklaringizni o'rganib turib, sizning maydoningizga uyni qanday qurilish mumkinligini variantlarni qoralama, birlamchi chizma chizib beraman. Oqibatda siz kelajakda qanday uy qurishni taxminan bilib olasiz. Va konsultatsiya davomida qurilishga qancha xarajat pul ketadi, ya'ni qancha byudjet ajratish kerak, ishni nimadan boshlash kerak, qurilish uchun qanday hujjatlar tartibini tuzish kerak, barchasini o'sha obyektingizga borib, qurilish uchun kerakli bo'lgan barcha savollaringizga javob beraman. Biz doim loyiha chizishdan oldin qurilish bo'ladigan maydonni o'rganib chiqamiz. Mijozning xohish istaklarini, yashash ssenariysini o'rgangan holda texnik vazifa tuzamiz. Bektemirdagi obyektimizda mana yaqinda hozir qurilish ishlari davom etyapti. Mijozimiz xohlagani ediki, yozgi kunlari men ko'chada ko'proq vaqt o'tkazaman va menga yozgi oshxona salqin bo'lishi kerak degan edi. Oqibatda biz o'sha 20 ga 40 adashmasam mavjud bino bor edi. O'sha mavjud binoni rekonstruksiya qilib, unga qo'shimcha ravishda uy komplekslarini qurdik, ya'ni yangi uyni eski uyga integratsiya qildik. Bir qarashda bir xil ko'rinadi. Bunisi oldin, bunisi keyin qurilganligi bilinmaydi. Va uyning to'ridan kattagina ayvon qildik. Ayvonni tomini esa shimolga qaratib chizdik. Oqibatda mana shu ayvonimiz shimolga qaragani uchun yozgi kuni shimoldan esadigan shamol ushlab qoladi va vitravoy lavushka sifatida xizmat qiladi. Mana shu ayvon tagida oila a'zolari yig'ilib o'tiradigan va yozgi oshxonasini qurdik. Haftada 7 kun bo'lsa, faqatgina 5 kun, ya'ni bir kunda bir marta individual konsultatsiya o'tkazish imkonim bor. Konsultatsiya narxi 390 ming so'm. Konsultatsiyaga yozilish uchun pastdagi formaga ma'lumotlarni qoldirsangiz, menejerimiz sizga aloqaga chiqadi va konsultatsiya vaqtini kelishib olasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.